إذا سكت أهل الحق ظن أهل الباطل أنهم على الحق. Agar haq egalari sukut saqlashsa, botil ahli o'zlarini haqda deb o'ylay boshlashadi. Hizb ut-Tahrirning asoschilaridan An-Nabahoniy o'zining An-Nizomul Islom, Islom tuzumi nomli kitobida shunday yozadi. Agar xalifa shariatni buzgan bo'lsa yoki unga yuklatilgan vazifalarni bajara olmagan bo'lsa, uni darhol lavozimidan olish kerak. Hizb ut-Tahrir deb ataluvchi toifa vakillarining ushbu bayonotlari din matnlarining to'g'ri ma'nosini buzishning yaqqol namunasidir. Ular o'zlarining noto'g'ri e'tiqodlarini isbotlash maqsadida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislarini xato talqin qilishga uringanlar. Payg'ambarimiz esa nima deb aytdilar? Man ra'a min amirihi shay'an falyasbir alayhi. Ma'nosi, kimki hokimda o'ziga yoqmagan biror narsani ko'rsa, u holda unga sabr qilsin. Shuningdek, yana bir hadisda ular o'zlarining noto'g'ri e'tiqodlarini isbotlash maqsadida Imom Muslim rivoyat qilgan hadisini xato talqin qilishgan. Mata wa laysa fi unqihi bay'atun mata mitatan jahiliyya. Kim xalifaga bay'at bermasdan o'lsa, jahiliyat ahli kabi o'ladi. Bu kazzoblar ushbu hadisning faqat so'nggi jumlasiga tayanadilar va qolgan qismini yashiradilar va ular bunday insonni kofir deb takfir qilishadi va odamlarga shunday tushuncha berishadiki, go'yo bu har kimga taalluqli. Agar u ularning da'volariga qo'shilmasa, kofir bo'ladi. Hadisning esa to'liq qismi esa e'tibor bering boshiga. Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallohu yawmal qiyamati la hujjata lah. Hadisning haqiqiy to'g'ri ma'nosi esa kim saylangan, ya'ni amal qilayotgan xalifaga itoat qilishdan chiqib ketsa va unga bay'at qilmasdan vafot etsa degan ma'noni beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning bu so'zlari faqatgina haqiqiy, ya'ni ayni vaqtda mavjud bo'lgan xalifaga itoat qilmagan, unga qarshi chiqqan va o'limidan avval tavba qilmagan kishilarga taalluqlidir. Bizning xalifasiz bo'lgan zamonamizga tegishli emas. Bu adashgan firqalar ta'kidlaganidek, xalifaga bay'at berish esa hozirgi zamonda musulmonlar uchun imkonsiz deb aytsak to'g'riroq bo'ladi. Chunki musulmonlar haqiqiy xalifani tayinlash holatida emaslar. Lekin dinimizda og'irlik yo'q. Qur'oni Karimda Baqara surasining 286-oyatida Alloh aytadi: La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Buning ma'nosi, Alloh hech bir jonga uning toqatidan tashqari narsani yuklamaydi.